Hozir sizda shunaqa turibdi. U yoqdagi odamlar kadastr chiqmaydi, o'tmaydi nomlaringizga deyapti. Siz ishonib ketyapsiz. Ha, o'tmaydi, demak bo'lmaydi deb. Biza uni birorta gapiga, birortasiga qaramaymiz, fikriga va bu yoqqa qaraymiz. Kadastr chiqayotganini tasavvur qilaveramiz, ko'raveramiz. Aynan kimni nomiga xohlasangiz, shuni nomiga hech narsaga, hech qaysi bir to'siqqa qaramasdan qarang. Xudo odamlarni yaratgan, odamlar davlat va qonunlarni yaratgan. Xudo yana odamlarni fikrini o'zgartirib, qonunlarni o'zgartirib bera oladi. Tushundingizmi? Kirmaslik. Qonun chiqdi-ku, ha, demak bo'lmas ekan, bir narsa вообще qaramaslik. Endi qarang. Ilohiy tartib borda, ilohiy tartibga ko'ra siz o'sha joydan yer sotib oldingiz, uy joy qildingizmi? Demak, bu yog'i ham tartib bo'yicha ketadi. Agar sizga kadastr chiqmaganida edi kelajakda, bu joyda uy qilishingiz uchun yo'l bermagan bo'lardi Xudo. Demak, yo'l berdi. Hammasi bo'ldi, ilohiy tartib bo'yicha shu qadar ishonamiz, keyingisi ham sodir bo'ladi deb. Ilohiy tartib bunga o'xshaydi. Masalan, dushanbadan keyin seshanba kelishi aniq. Birdan keyin ikkinchi soat kelishi aniq. Xuddi shunaqa tartibga qo'yib beramiz. Sizni tartibingiz to'xtab qolmasin. Bo'ldi, dushanba, nazat endi yakshanba, shanba unaqa emas. Keyingi kun keladi albatta. Keyingisi bo'ladi.